Assalomu alaykum. Siz farzandingizga sifatli ta'lim bermoqchisiz, lekin xususiy maktablarga 5-6 million oyiga to'lashga imkoniyatingiz hozircha yo'qmi? Unda bizda siz uchun taklif bor. Algoritm School xususiy maktabi kechki maktab loyihasini e'lon qilmoqchi. Kechki maktab loyihasi dushanba, juma kunlari soat 16:30 dan 20:00 gacha hamda shanba kuni ertalab 9 dan 18:00 gacha davom etadigan maktabdir. Biz to'liq hujjatlarini olamiz bolalarni hamda 11-sinfni bitirgunicha attestat bilan chiqaramiz. Bu loyihamiz to'liq maktab shaklida bo'ladi. Ya'ni biz shu tartibda farzandingizni to'liq davlat dasturi bilan birgalikda chuqurlashtirilgan tarzda ingliz tili hamda matematikani o'qitamiz. Va narxi ham juda ham hamyonbop. Kechki maktab loyihamizning to'lovi oyiga atigi 2 million so'm. Yuqori sinflar uchun mo'ljallangan, ya'ni 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi sinflar uchun mo'ljallangan. Joylar soni cheklangan. Qiziqarli bo'lsa, ro'yxatdan o'ting, farzandingizni olib keling. Biz uni sifatli ta'lim bilan ta'minlaymiz.